Boshqani Qo'qonda biz o'zimiz qilamiz. Aksiya-paksiya qilib bermaymiz obunachilarga. Obunachilarga aksiya qilib beramiz. Qaranglar. 24 soat mosh pishirib bo'ladi. Narxi 50 ming so'm bo'ladi. Ichiga non berasizlar, choy berasizlar, salat ham berasizlar. Hammasiga 50 ming so'm pul olasizlar xolos. Boshqa pul olmaysizlar. Go'shtini kamaytiramizmi unda? Go'shtini biz go'sht qo'shamiz, go'shtini kamaytirmaymiz. Qancha kamaytiramizmi degan joyiga yarimta qo'y. Akalar kelaverasizlar. Tunukin kafesida 24 soat mosh pishirib bo'ladi. Narxi 50 ming so'mdan. Qo'qonga aksiya bosamiz. Qo'qon shahrida Tunukin kafesida 24 soat mosh pishirib qo'yamiz. Akalar mosh pishiri. Bismillah. Mana bunda o'sha trend bo'lib turgan hozirgi kunda mana ikkinchi qozon, birinchi qozon tugadi, ikkinchi qozonni ashqavoli. Agar buni bemalol oila bilan maza qilib yesalaringdan bo'ladi. Haqiqiy immunitetga maza qilinglar. Yeganlar rahmat etyapti. Men xursandman, chunki sizlarga pishirgan taomlarimiz yoqsa xursand bo'lamiz. Akalar kelinaveradi. Tunukin kafesida 9009 44 44. Sizlar uchun eng zo'r taomlardan biri. Biz yangilik qilishda charchamaymiz.